Bojxona qo'mitasida transport logistika sohasidagi tadbirkorlar va tashuvchilar ishtirokida ochiq muloqot o'tkazildi. Tadbirda Bojxona qo'mitasi, Transport vazirligi va Markaziy bank rahbariyati, shuningdek kadastr agentligi hamda davlat aktivlari agentligi mas'ullari ishtirok etib, tadbirkorlarni o'ylantirayotgan dolzarb masalalar va takliflarni muhokama qilishdi. Mazkur ochiq muloqotda AQShda logistika kompaniyalari faoliyatini yo'lga qo'ygan bir guruh o'zbekistonlik tadbirkorlar ham ishtirok etdi. Muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhammedova uchrashuv tafsilotlari haqida so'z yuritadi. Uchrashuvda vatanparvarlik ruhi yaqqol sezildi. Kelganda biz vatanga qanday qilib yordam berishni o'ylaymiz-da. Furaj bo'lganimiz uchun, o'sha yerda trak sohasida bo'lganimiz uchun O'zbekistonga borsak ham, Qirg'izistonga kelsak ham, Meksikaga futbolga bordik, har shtatlarga, Yevropaga borganda yo'lni belgilarini qaraymiz, furani qaraymiz, ko'prikni qaraymiz. Suhbat faqat biznes yoki daromad haqida emas, yurtimizning tranzit salohiyatini oshirish, yangi ish o'rinlar yaratish va O'zbekistonni mintaqaning yirik logistika markazlaridan biriga aylantirish haqida bo'ldi. O'zbekistonda haqiqatda biz burayotgan kadrlar potensialimiz. 15 yildan buyon logistika sohasida ishlab kelayotgan hamyurtimiz yaxshi tashabbus bilan chiqdi va bu qo'llab-quvvatlandi. Bundan oldin Yevropa davlatida ham shu ish bilan shug'ullanganmiz. Bugungi uchrashuvimiz ko'proq shu Amerikadan yuk tashish, Amerika bilan bo'ladigan har xil tovar ayirboshlash bo'yicha bo'lib turibdi. Bojxona masalalarini olib kiriladigan yarim tirkama mashinalarni hozirda o'zida hal qilib, o'sha sertifikatlarni hozirda o'zida berib, olib kirish masalasi qo'yildi. Yoki mana transport vazirimiz hozirda o'zida o'sha dazbol masalasi, Xitoyga kiradigan mashinalarga ruxsatnomani hozirda o'zida o'zlarini qo'l telefon raqamlarini berib, menga telefon qilinglar, hozirda o'zida hal qilaman deb shaxsan o'zlari kirishdilar. Bu albatta juda ham bizga boshqacha tuyg'u beradi. Vazirning o'zi masalalarni hal qilib yurgani. Juda ham bir haligi to'lqinlanib turibmiz hozir. O'zbekistonda tashqi savdo hajmi oshib borar ekan, transport logistika tizimi oldiga ham yangi talablar qo'yilmoqda. Ana shu masalalar Bojxona qo'mitasida o'tgan ochiq muloqot markazida bo'ldi. Logistika faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarimiz faol ishtirok etishyapti. Bojxona organlari ochiq muloqot haqida e'lon qilganimizda o'zlari ba'zi birlar xabar topib tashabbus bilan chiqishyapti. Biz haqiqiy vaziyatlar haqida ma'lumotga ega bo'lyapmiz. Xalqaro tashuvlarda amalga oshirishda yuzaga kelayotgan muammolar. Bizni xursand qiladigan tomoni, bizga muammolar haqiqatda to'liq, to'g'ri ma'lumotlar yetib kelsa, biz buni yechimlarini qilishimiz osonroq bo'ladi. Chegara bojxona postlarida o'tkazish, transport vositalarini o'tkazish qobiliyatini oshirish imkoniyatlarimiz kengayadi bizda. Keltirilgan raqamlar ham sohadagi sezilarli o'sishni ko'rsatadi. So'nggi 5 yilda chegaralardan o'tgan transport vositalari soni 2,5 milliontadan 5,5 milliontaga yetgan. Eksport va import yuklari hajmi esa 2 barobardan ko'proqqa oshib, 11 million tonnaga yetdi. Muhtaram yurtboshimiz shunday sharoit yaratib berganlarki, agar tadbirkor ishini yuritish uchun, ish o'rin yaratish uchun o'zini hissasini qo'shadigan bo'lsa, kerak bo'lsa qonunni o'zgartirishga tayyorman deyaptilar. Agar tadbirkorning fikri qonun talablariga javob beradigan holatda bo'ladigan bo'lsa takliflari, biz uni albatta taklif kiritib, qonunga ham o'zgartirish kiritishga o'zlarimizni takliflarimizni beramiz. Amerikalik tadbirkorlar bilan o'zbekistonlik tadbirkorlarni bir-biriga tanishtirib, tajriba almashishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Ya'ni O'zbekistonda ham yuk tashish, ya'ni logistika tizimini rivojlantirish uchun o'zini xizmatini ko'rsatsin degan umiddamiz. Faqatgina moddiy foyda emas, bu yerda tajriba. Birinchi navbatda tajriba, har ishni tashkil qilish uchun tajribadan foydalanishimiz kerak. Ikkinchidan ishchi o'rin degan. Bojxona qo'mitasi raisi, transport vaziri va logistika sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar uchrashuvida muammolardan ko'ra ko'proq kelajak rejalari haqida muhokama qilindi. Eng muhimi, Amerikada faoliyat yuritayotgan hamyurtlarimiz biz o'z vatanimizda ham logistika sohasiga sarmoya kiritish va tashuvlarni rivojlantirishni istaymiz degan qat'iy pozitsiyasini bildirdi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Oybek Mahkamov, Zohid Shomamil Soliyev, Toshkent.